Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishlarimizni ham bitkazib oldik. Bu ishlarimizni nechtalik, narxi necha pul va qayerga tayyorlandi video davomida batafsil tushuntirib o'tamiz. Videomizni boshlashimizdan oldin kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Videomiz yoqsa like bosing. Unday bo'lsa videomizni boshladik. Bu ishimiz 14 talik yong'oq yog'ochdan tayyorlangan Monika 3D deyiladi. Materiallari atachento tugmali qilib ishlangan. Rangi shampan svet, spinkasiga 3 cm machalka, sidinasiga 12 cm machalka qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Oldi oyoqlari ham yong'oq yog'ochdan gulli qilib o'yilgan kompyuter xizmatida. Xonlarimizga keladigan bo'lsak, xonlarimiz MDF dan tayyorlangan. Razmeri eni 1.20, uzun uchi 40. Pastlatib xon taxta qilib ishlatsak bo'ladi. Ust qismiga kompyuter xizmatida gullar o'yib berganmiz, chiroyli qilib. Ko'rishingiz mumkin, sepilgan kraskalari Turetskiy yaxshi kraskalardan foydalanganmiz. Orqa taraflarini uyni pardalariga moslab, pardali qilib tayyorlab berganmiz. Bu ishimizni Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahriga tayyorlab berdik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million so'm. Navbatdagi ishimiz, bu ishimiz 12 talik yog'och lisva yog'ochdan tayyorlangan. Materiallari Turetskiy gulli material, rangi oq jemshuy svet. Ko'rib turibsizlar, spinkasiga 2 cm, sidinasiga 9 cm machalga qo'yganmiz. Xonimizga keladigan bo'lsak, xonimiz razmeri eni 1.5, uzuni 2.75. Buni ham pastlatib xon taxta qilib ishlatsak bo'ladi. Bu ishimizni Navoiy shahriga tayyorlab berdik. Narxi 3.600.000 so'm. Bu ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishimiz 12 talik yong'oq yog'ochda tayyorlangan. Materiallari atachento tugmali qilib ishlangan. Spinkasiga 3 cm machalga qo'yganmiz. Sidina qismiga 12 cm. Oldi oyoqlari yong'oqdan gullar o'yilgan kompyuter xizmatida. Xonlarimizga keladigan bo'lsak, xonimiz razmeri eni 1.20, uzuni 3.20. Ust qismiga gullar o'yib berganmiz, chiroyli qilib. Rangi shampan svet. Bu ishimizni Buxoro shahriga tayyorlab berdik. Narxi 12 taligi 7 million so'm. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Dastavkamiz vodiy bo'ylab bepul. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkamiz bor.